Bitta savol bor, hech kim javob topolmayapti shunga. Mani o'zim ham juda qiynaldim bunga javob topishga. Endi savolni sizlarga aytib ko'raman. Xo'p, siz oddiy do'konda sotuvchisiz, kepka sotasiz. Kepkani donasini narxi 15 ming so'mdan. Bir xaridor keldida bitta kepka oldi sizdan va 50 ming so'mlik pul berdi. Sizni kassangizda hali mayda pul bo'lmaganligi uchun sherigingizga qo'shni do'kondan maydalab berishini aytdingiz. Qo'shni do'kondan maydalab olib kelib berdi. Siz xaridorga 35 ming qaytim berdingiz. Keyin xaridor ketdi. 5 daqiqa o'tar o'tmas qo'shni do'kondan odam kelib, boyagi 50 ming bergan pulingiz soxtaligini aytdi sizga. Endi soxta pulni qoplab berish uchun o'zingizlarning yoningizdan 50 ming so'm berdinglar. Va boyagi qalbaki pulni shunchaki yirtib tashladinglar. Endi savol, siz qancha ziyon ko'rdingiz? Hech kim bittada to'g'ri javob ayta olmayapti shunga. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiring.